Stay out. Ko'k yo'tal, ko'klush kasalligi oddiy shamollashdek boshlanadi, lekin kasallikning 14-kuniga kelib yo'tal xuruji soni va davomiyligi oshib boradi. Kuchli yo'talish natijasida bola nafas ola olmasdan qisqa muddatga hushini yo'qotishi ham mumkin. Yo'tal xuruji odatda bola qayt qilgandan keyin yoki ichi kelgandan keyin kamayadi. Kasallikning boshida antibiotik berilganda kasallik tezda davolanadi. Lekin yo'tal xuruji davolanmaydi, uzoq vaqtgacha saqlanib turishi mumkin. Yo'tal xuruji kasallik qo'zg'atuvchisiga emas, aksincha bosh miyada dominant o'choq paydo bo'lishi bilan bog'liq. Aynan shu o'choq sababli bola 1 yilgacha qiynalib yo'talib yurishi mumkin. Kasallikning 3 ta darajasi bor. Birinchi darajasida yo'tal faqat kechasi bo'ladi. Aynan shu vaqtda davolansa kasallikning asorati qolmaydi. Antibiotik berishdan foyda bor. Ikkinchi darajada yo'tal ham kechasi ham kunduzi kuzatiladi. Antibiotik berishdan foyda yo'q, lekin kasallik boshqalarga yuqmasligi uchun ularga antibiotik berish shart. Uchinchi sog'ayish va asoratlar bosqichi. Bu vaqtda yo'tal bola qo'rqib ketsa va baland ovozlarni eshitgandan keyin xuruj qilib qoladi. Bu kasallikni oldini olish mumkin. AKDS vaksinasi ko'k yo'tal hamda boshqa kasalliklarga qarshi immunitet hosil qiladi. Keyingi reelsimiz AKDS vaksinasi haqida bo'ladi.